Barchaga assalomu alaykum azizlarim. Bugun men judayam gulkaram yegim keldi. Keyin shuning uchun aytdimki, ikkita gulkaramni oldimda. Shuni pishirayin dedim. Ham salatini qildim, ham nimasini tayyorladim. Yog'da qovurib oldim. Yog'da qovurib olganimda video qildim. Lekin qaynagan joyini video qilmadim. Esimdan chiqib qolibdi to'g'risi gap. Uning uchun ikkita dona mana shunday kattalikda gulkaramni oldimda, mana qaynatib 20 daqiqa qaynatishga qo'yib qo'ydim. 20 daqiqada judayam mazali, judayam chiroyli bo'lib pishdi. Ezilib ham ketmadi, qotib ham qolmadi. Qattiq ham bo'lmadi-da, mazali, judayam chiroyli bo'ldi. Taxminan 20 daqiqalarda pishdi. Past olovda qopqog'ini yopib qaynatdim. Keyin ikkita dona tuxumni oldimda, 2 dona tuxumni chaqib, ustidan tuz qo'ydim. Ozgina qora murch qo'ydim. Xohlamaganlar qo'ymasa ham bo'ladi. Men achchiqni yaxshi ko'rganim uchun ozgina qora murch ham aralashtirib yubordim. Keyin yaxshilab buni ko'pirtirdim, mana shunday qilib. Tuxumlarimizni ko'pirtirib, buni ichiga gulkaramlarimizni solamizda, yog'da pishirib olamiz. Juda ham oson, juda ham qulay. Umuman qiyin joyi yo'q. Yarim soatda tayyor bo'ladigan ovqat. Lekin juda ham mazali taom. Qizlar, albatta tayyorlab ko'ringlar. Ro'za oylariga ayniqsa juda ham yaxshi ketadigan taom. Hamma ro'za tutganlarda ro'zalarini Allohim qabul qilsin qizlar. Mana shunday qilib tuxumga bo'lib, keyin pishirib olamiz yog'da. Umuman qiyin joyi yo'q, juda ham oson, juda ham tez tayyor bo'ladi. Mana shunday qilib olamiz. Mana men bularni iftorlik uchun tayyorladim. Xohlaganlar pomidor, bodring, yana zelinlar bilan bezatish mumkin. Men bezatmadim. Pishirib oldimda, keyin chunki o'zi alohida buni salatini ham tayyorlagan edim. Shuning uchun buni bezatish keragi yo'q dedimda, bezatmadim. Mana shunday qilib tayyorladim. Mana endi shu yerga qo'yamiz. Iftorlik vaqtini kutamiz. Xudo xolasa qizlar tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha, tayyorlamaganlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Barcha ro'za tutganlarda ro'zalarini Allohim qabul qilsin. Musofirda yurgan opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni hammasini ro'zalarini Allohim qabul qilsin. Allohimda o'zi sabr bardosh bersin. Keyingi videolarimda ko'rishguncha qizlar.